Istiqlol bebaho ne'mat. Uni teran anglab qadriga yetgan so'xliklar davlatimiz mustaqilligining 28 yilligini yangi bunyod etilgan Madaniyat va istirohat bog'ida katta shodiyonalar bilan nishonladilar. Eng muhimi, bugun olis suhda odamlarning kayfiyati o'zgargan. Zero tumanda bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda. Buning samarasi o'laroq qishloqlar qiyofasi o'zgarib, tog'liklarning yashash tarzi tobora farovonlashib borayotir. Istiqlol bayramiga qo'shni Qirg'iziston hamda Tojikiston respublikalaridan vakillarning tashrif buyurishi yurtimizda so'nggi yillarda do'stlik tushunchasi yangi ma'no kasb etib, davlat ahamiyati darajasiga ko'tarilganidan dalolat beradi. Tumanda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirgan mehmonlar O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi rejalarning barchasi eng avvalo xalq manfaati hamda yurt obodligi uchun qaratilganiga yana bir marta amin bo'ldilar. Sizlar o'zingizlar yaxshi bilasizlar, bu bayram mustaqillik 28 yil bo'ldi O'zbekiston bo'lganiga. Bizning sizlar bilan birgalashgan tomirimiz ol tugalikda va qilimlarning arasida jatat. Andiqda men o'ylayman, biz doim bir elbiz. Bizning osmonimiz bir, havamiz bir, qolaversa tilimiz bir, dilimiz bir, dinimizdagi bir bo'lib ketadi. Andiqdan shu sizlardan bugungi mustaqil bayramingizlar bilan chin ixlosdan qutlaqlayman. Doim bizning eldir, O'zbekiston, Qirg'iziston eldari yaxshinaqay yerim qatnashda tuğan bo'lib, do'st bo'lib, Xudo so'yik bo'lib yurganga Xudoyim sizlarga din sog'lik bersin, bardingizga omad bersin. Hurmatli shu So'xrayon tuğanlari, sizlarni bugungi eng iyik, eng aziz bayram, mustaqillik bayramingizlar bilan chin yurakdan o'zimdan yana Qadamjo'ron hokimiyat totidan ixlosimdan qutlaqlayman. Bayramingizlar qut bo'lsin. Istirohat bog'i uzra o'zbek, tojik, qirg'iz tillarida yangragan kuy va qo'shiqlarda vatan va istiqlol mathi, xalqlar do'stligi, milliy qadriyat va an'analarimiz tarannum etildi. Tadbirda ishtirok etgan har bir so'xlikning qalbida jo'sh urayotgan vatan mehrini ularning yuz ko'zlaridagi quvonchdan his etish qiyin emas. Xususan, tog'liklarning bugungi farovon hayotdan rozi bo'lib, vatanni yanada obod etish orzusida yashayotganlari Tojikistondan kelgan mehmonlarni ham befarq qoldirmadi. Ikki davlat rahbarining do'stlik, o'zaro mehr-oqibat, yaqin qo'shnichilik munosabatlarini yanada mustahkamlash yo'lida olib borayotgan siyosatini xalqlarimiz chin dildan qo'llab-quvvatlaydi. Maqsadlari mushtarak bo'lgan millatlarimiz uchun do'stlik kitobida yangi sahifa ochildi. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Butun O'zbekiston xalqini Istiqlol bayrami bilan muborakbod etaman. Viloyat markazidan 120 kilometr narida dengiz sathidan 1000 metr balandlikda joylashgan bu tog'li hudud o'zining maftunkor va betakror tabiati, mehnatsevar hamda bunyodkor xalqi bilan nafaqat viloyatda, balki butun respublikamizda shuhrat qozonib kelgani hech kimga sir emas. Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilingan hayotbaxsh dasturlar tuman ahlini quvontirib, ularni ulkan maqsadlar sari chorlamoqda. Xususan, davlatimiz rahbari asos solgan obod qishloq dasturi tumanda imkoniyatlar ko'lamini tubdan kengaytirdi. Darhaqiqat, bugun so'x o'zgarmoqda. Odamlari ham zamon bilan ham nafas. Mustaqilligimizning 28 yilligini munosib nishonlash maqsadida Madaniyat va istirohat bog'iga yig'ilgan har bir so'xlikning tilida-yu dilida faqat bir so'z: shukronalik. Zero tinch va osoyishta, ertasi bugungidan-da farovon yurtga shukronalik bajo keltirish eng ezgu amallardandir. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Farg'onadan.